Hech o'ylab ko'rganmisiz, eng qadimiy sport turi qaysi? Balki bu futboldir. Chunki tirik mavjudotlar to'p tepishni qadimdan bilishgan. Bu harakat, raqobat, jamoa va g'alabaga intilishga olib kelgan. Ko'plab bolalar buyuk futbolchi bo'lishni orzu qiladi. Ulardan biri Messi. Afsuski, u hech qachon gol ura olmagan. Otasi uni ruhlantirish uchun Jake ismli yigit haqida hikoya qiladi. Jake kichik shaharchada yashaydi. U tortinchoq va kafeda ishlaydi. Bir kuni u Laurani ko'radi va uni bir ko'rishda oshiq bo'ladi. Laura uni samimiyligiga qiziqadi. Jake unga o'zining eng qimmatli xazinasi, har bir o'yinchisini o'zi yasagan mini futbol stolini ko'rsatadi. U bu kichik jamoani outsiderlar deb ataydi. Hamma narsa yaxshi ketayotgan paytda yomon bola Ace keladi. U Jake'ni o'yinga chaqiradi. Jake qo'rqqanidan yutqazadi va ustidan kulishadi. Laura uni qo'llab-quvvatlab, chin iste'dodini ko'rsatishga undaydi. Jake jangga kirishadi. O'yin durang bilan tugaydi. Ace yana chaqiradi. Ammo bu safar Jake g'alaba qozonadi. Barcha uni olqishlaydi. Ace esa sharmanda bo'lib shahardan ketadi. 7 yil o'tadi. Jake hamon kafeda ishlaydi, lekin yolg'iz. Laura unga o'zining san'at maktabiga o'qishga kirganligi haqida xabar beradi. Jake xursand bo'lsa-da, uning ketishi uni g'amgin qiladi. Nihoyat tuyg'ularni aytishga qaror qiladi. Ammo bu vaqtda shaharda vertolyotlar va avtobus keladi. Sahna ochiladi va mashhur futbolchi haqida e'lon qilinadi. U Ace edi. Endi u boyib qaytdi va qasos olish niyatida. U shaharni stadionga aylantirmoqchi va kafeni buzishni boshlaydi. Jake kafeni va futbol stolini saqlab qolmoqchi bo'ladi, lekin Ace uni tortib oladi. Laura uni to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin hiyla bilan samolyotga olib ketiladi. Jake esa yolg'iz qoladi. Birdan Jake'ning ko'zidan tushgan yosh futbolchini kapitan o'yinchisiga tegadi va u tirila boshlaydi. Jake bunga ishona olmasdi. Jake uchun bu sehrli haqiqatni qabul qilish biroz vaqt oladi. Skip uni ruhlantiradi va shaharni qutqarish uchun kurashishga undaydi. Avvalo qolgan o'yinchilarni topish kerak edi. Jake va Skip chiqindixonaga borishadi va u yerda Rico, Ziggy va raqib o'yinchi Ripni topishadi. Ular juda kichik bo'lganliklari uchun sichqonlar ularga hujum qiladi. Ammo Rico ulardan birini jilovlaydi. Endi barcha o'yinchilar sichqonlarga minib futbol stolini izlashadi. Topishadi, ammo kech. Ace stolni olib ketishni buyurgan bo'ladi. Jake ekskavator bilan ularni qo'rqitadi, lekin baribir stol olib ketiladi. Rico o'zining sochlarini iz qoldirish uchun ishlatadi. Bu orqali ular sirkka olib ketilganligini bilishadi. Jake o'yinchilarni attraksion o'yinidan topib, ularni qutqaradi. Skip esa yana 2 nafar o'yinchini topadi. Ularni birlashtirish mushkul bo'ladi, chunki Rip o'z jamoasi doim kamsitilganligini aytadi. Ularning nomi ham, yuzi ham yo'q edi. Ziggy ularni birlashishga chaqiradi. Nihoyat jamoalar birlashadi va Jake atrofiga yig'ilishadi. Ular birinchi marta erkin maydonga chiqishadi. Skip Jake'ni chaqiradi, lekin u hanuz Laurni o'ylamoqda edi. O'yinchilar bu og'riqni his qilib, unga yordam berishga qaror qilishadi. Ace'ning odamlari qaytadi. Ular yashirinib bo'lishadi. Jake haydovchini urib uning o'rnini egallaydi va hashamatli saroyga borishadi. Ace Laurani aylantirib yuradi. U o'zini ko'rsatadigan haykallar bilan to'ldirilgan saroyini ko'rsatadi. Ammo Laura uchun u baribir bezoridan boshqa narsa emas. Ripning jamoasi Ace oldiga olib kelinadi. U ulardan qasos olishni istaydi. U genetik laboratoriya yaratgan va hayvonlarni futbol asboblari bilan birlashtirishni sinovdan o'tkazmoqda. Hozir Rip jamoasini oyoq kiyimiga aylantirmoqchi. Shu paytda Underdogs xavfsizlik darvozasini buzib, ularni qutqarishga yuguradi. Ace Jake'ni bo'g'ib to'xtatmoqchi bo'ladi. Jake esa shoshilgancha Lauraga sevishini aytib qo'yadi. Ace g'azablanib Laurani itarib yuboradi. U boshqaruv paneliga yiqiladi va mutatsiyaga uchragan hayvonlarni chiqarib yuboradi. Laboratoriyada tartibsizlik yuz beradi. Underdogs do'stlarini qutqaradi, ammo yong'in boshlanadi va laboratoriya yo'q bo'ladi. Laboratoriyadan chiqib, Laura Jake'ga shaharni faqat u qutqara olishini aytadi. Jake Ace'ni jurnalistlar oldida qayta o'yin o'ynashga chorlaydi. Bu safar haqiqiy futbol o'yini bo'ladi. Olib shaharga egalik qiladi. Stadion qurilar ekan.
Jek jamoa yig'ishga urinadi, lekin hech kim jahon chempioniga qarshi chiqishni istamaydi. Oxir-oqibat jamoasi qariyalar, do'stlari, cho'ntak o'g'risi, militsioner, otasi, qadimiy odam va enaga bo'ladi. G'alaba umidsizlikdek tuyuladi, ammo Jek yolg'iz emas. Laura uni qo'llab-quvvatlaydi. Unga qarab, Jek o'z muammolarini unutadi va uni xursand qilishga urinadi. Chunki ular eng yaxshi o'yinchilarga ega bo'lmasliklari mumkin, ammo eng yaxshi jamoaviy ishga ega. Ular bir-biriga mahorat bilan emas, tuyg'ular bilan bog'langan. Jekning bu so'zlaridan so'ng Laura uni mahkam quchoqlaydi. Ertalab tez yetib keladi. Ace jamoasi eng zo'r o'yinchilardan, Jekning jamoasi esa oddiy fuqarolardan iborat. O'yin boshlaniboq Ace gol uradi. Jekning jamoasi chalkashib ketadi. Ace esa yana va yana gol uradi. Murabbiy unga o'yinni sekinlashtirishni buyuradi, lekin baribir farqi yo'q. Jek jamoasi yutqazmoqda. Buni ko'rgan kichik o'yinchilar, underdogslar jim tura olmaydilar. Ular maydonga chiqib yashirincha raqibga to'sqinlik qilishadi va darvozabonni himoya qilishadi. Tomoshabinlar nima bo'lganligini tushuna olmay qolishadi. O'yinda Skip va Zig to'p bilan uchib tushib raqibning boshiga uriladi va Jekka erkin zarba imkoniyati tug'iladi. U zarba beradi va nihoyat gol. O'yin davom etar ekan, underdogs to'pni raqibdan uzoqlashtirishga yordam beradi. Ace g'azablanib o'z jamoasi bilan tortishadi. Jek tasodifan yiqilib Skip bilan gaplashadi. Skip rejani aytadi, lekin Jek firibgarlik bilan g'alaba qozonishni xohlamaydi. Endi jamoasi uyg'ongan. Ular haqiqiy o'yin ko'rsatishga tayyor. Ular yaxshi muvaffaqiyatlashgan holda o'ynab gol urishadi. 2-2 hisobda o'yin hal qiluvchi pallaga yetadi. Jek kuch bilan to'pni tepadi, lekin to'p ustunga tegadi. Qayta ushlamoqchi bo'lganida Ace uni qattiq uradi. Jek og'riqda yiqiladi. Ace esa g'alaba tomon yuguradi. Jek uni to'xtata olmaydi va o'yin Ace foydasiga tugaydi. Ammo stadion jim. Laura Jek oldiga kelib uni o'yinda yutqazgan bo'lsa-da, qalblarni yutganligini aytadi. Tomoshabinlar turib mag'lub jamoani olqishlashadi. Ular Ace'ning asl qiyofasini ko'rishadi. Shuning uchun odamlar yangi shahar qurishga qaror qilishadi. Ace boshqaruvsiz. Hikoya shu yerda tugaydi. Matti uxlab qoladi, lekin kechasi dadasining ustaxonasiga kirib, underdogs o'yinchilarini topadi. U eshitgan hikoya otasining o'tmishi edi. Bu unga muhim dars bo'ladi. Har doim eng zo'r bo'lish shart emas. Muhimi qo'lingdan kelganini qilish. Yakunida natija emas, balki qanday o'ynaganing esda qoladi. Multfilm shu joyda poyoniga yetadi. Videosiga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.